Hamma aytadi, Habib Nurmagomedov UFC'da hech qachon haqiqatdan yutqazmagan, lekin bitta jang hali ham bahsli. Raqibi Gleison Tibau edi. Habib uni yerga olishga qayta-qayta urindi. Hech narsa ishlamadi. 13 marta urinish, bittasi ham muvaffaqiyatli emas. Bundan ham ko'proq, Tibau Habibning o'zini 2 marta yerga oldi va aynan shu yerda qiziq boshlanadi. Habibning uslubi doimiy bosimga asoslanardi. U raqibini orqaga surardi, bosim o'tkazardi, jangni nazorat qilardi. Lekin Tibau uning har bir qadamini oldindan biladigandek edi. Statistika ham Tibau tomonida edi. U ko'proq zarba berdi, hujumda samaraliroq bo'ldi. Habib esa yerga olishni muvaffaqiyatsiz qidirishda davom etdi. 3 raunddan so'ng 6 ta yirik MMA nashridan 5 tasi jangni Tibauga berdi. Lekin hakamlar butunlay boshqacha ko'rdi. Yakuniy signal yangradi va Habibga yakdil g'alaba berildi. Aynan shuning uchun bu jang hali ham bahsli. Chunki faqat raqamlarga qaraganda bir savol qoladi. Habib bu jangni qanday yutdi? Agar sport dunyosidan bunday qiziqarli hikoyalar yoqsa, obuna bo'ling. Men endigina boshladim.